Assalomu alaykum yoshlar, yaxshimisizlar? Hop, bu qizimiz 28 haftalik homilador, birinchi farzandi 7 yil oldin tuqqanlar. Eho qildirib keling deb jo'natishgan ekan. Nima deb o'ylaysizlar, nima bu? Yuraydi ikkita teshik, sechti deydi, ilaysimon teshik deyiladi. Ana bitta, ikkita, razmerlari ham 4-4 bo'lib, mana qanqani bitta kameraning ikkinchi kameraga o'tib qanaqa chiroyli o'tib ketyapti. Lekin eng qizig'i hech qanaqa gemodinamik ahamiyatga ega bo'lmagan. Bu tug'ma porog' mana. 95-yil ekan, shu yilgacha kameralarni kattalashtirmagan. Kameralar mana videosi o'sha qonda o'tayotgani. Kameralarga hech qanaqa ziyon bermagan. Nima degani bu? Xudo xolasa bemalol tug'ib olishadi. Bular nazoratda yurishadi. O'sha kamerani kattalashtirsa, yoki bosimni oshirib yuborsa, unda keyin o'sha xirurgik muolaja ko'rib chiqiladi.